gaz va elektrga haligacha millionlab pulingizni sarflayotgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Issiqlik yo'qotilishi 30-40% tom qismidan bo'ladi. Shuning uchun tom qismini yaxshi teplоизоляtsiya qilish kerak bo'ladi. Bu vaziyatda sizga o'zimizning pena beton va pena polistirol beton mahsulotlarimizni tavsiya qilamiz. Mana xabar bor, hozirgi kunda gaz va elektrga limitlar qo'yildi. Limitdan oshadigan bo'lsangiz, narxi 2 barobarga ko'tariladi. Bunaqa vaziyatda nima qilish kerak bo'ladi? Uyingizni uch pena qismini yaxshiroq qilish kerak bo'ladi. Ko'pchilikning xabari yo'q. Issiqlik yo'qotilishi 30-40% uyning tom qismidan bo'ladi. Pena beton xonada, uy ichida mikroklimat hosil qilib beradi. Mikroklimat nima degani? Bu termos. Xonadagi issig'i chiqarib yormaydi, tashqaridagi sovuq kirgizmaydi qishki kunida. Yozgi kunida tomizdagi issig'i uy ichiga kirgizmaydi, xonadagi salqin havoni ko'chaga chiqarib yormaydi. Hozir akalarimiz bilan 15 sm dan D300 marka pena beton qo'yib beryapti bu yerga. Lombozga.